Assalomu alaykum qadrdonlar. Bitta narsani ko'rsatay. Mana bu shiltaroq go'ng kelgan edi. Buni qurityapmiz. Chuvalchangdan jicha joyiga tashab qo'ydim. Bu barda yegan novvoslarni go'ngi bijib turadi, bilasizlar. Mana chuvalchanglar tashagan chuvalchanglarim kiralmabdi ham ichiga. Kirgan ham yo'q, mana shu yerda o'lib qolibdi. O'shaning uchun go'ngni avval quritib, keyin namlab berish kerak chuvalchangga. Mana sizlarga isbot. Agar barda yegan bo'lsa, temboli, barda yegan go'ngni hayotda olmanglar. Bovayt, uni yaxshilab quritib, qoq qilib, keyin namlab berish kerak. Ana chuvalchanglar o'limi. Sog' bo'linglar, bunaqa xato qilmanglar.